Xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi doimiy komissiyalarining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda bo'lajak sessiya kun tartibiga kiritilgan masalalar muhokama qilindi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Bo'lajak sessiya oldidan o'tkazilgan navbatdagi muhokama yig'ilishida 22 ta masala ko'rib chiqildi. Mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risida Namangan viloyatidagi har bir tuman va shaharning ixtisoslashuvi bo'yicha sanoat, qishloq xo'jaligi hamda xizmat ko'rsatish sohalarida tadbirkorlikning rivojlanishiga turtki beruvchi birinchi bosqich loyihalariga o'zgartirish kiritish to'g'risida Xalq deputatlari Namangan viloyati kengashining 2025-yil 31-iyuldagi Chortoq tumanini jadal kompleks rivojlantirish dasturi doirasida amalga oshiriladigan loyihalarni tasdiqlash hamda moliyalashtirishni amalga oshirish to'g'risidagi tegishli qaroriga o'zgartirish kiritish, Chortoq tumani tibbiyot birlashmasida zarbdor 90 kunlik dasturi doirasida tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli obyektlarni yakuniy manzilli dasturini tasdiqlash to'g'risida hamda yana boshqa muhim masalalar ochiq, oshkora va qizg'in bahs munozaralar ruhida tahlil qilindi. Mutasaddilarning bunga doir axborotlari tinglandi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining reglamentiga asosan shu viloyat sessiyalariga olib chiqiladigan masalalar hammasi doimiy komissiyalarda sohalarga tegishli vakillar bilan muhokama qilinadi. Bir qator masalalar ko'rilyaptiki, buni puxta o'rganib, tegishli sohani vakillari chaqirilib, deputatlardan savol-javob bilan sessiyaga qaror qabul qilishda tayyor qilib olib chiqilinadi. Bugun ham juda qizg'in muhokamalar bo'ldi. Deputatlarimiz takliflarini berdi, ayrim qarorga o'zgartirishlar kiritish takliflari bo'ldi. Mana endi sessiyada bular ko'rib chiqilsa, shu hayotga tatbiq etilishga yaxshi bo'ladi. Muhokama yig'ilishida shuningdek, byudjet xarajatlari samaradorligi ustidan tizimli nazorat o'rnatish hamda mablag'larni iqtisod qilishni ta'minlash bo'yicha samarasiz, past samarali xarajatlarni maqbullashtirish, Namangan viloyatidagi yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalar tomonidan viloyatdagi shahar atrofi va ichki shaharlararo avtobus yo'nalishlarida faoliyat ko'rsatish natijasida ko'rilgan zararlarni subsidiyalash yo'li bilan qoplab berish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarori asosida Norin daryosida GESlar kaskadi qurilishi loyihasi hisobiga daryo qirg'oqlarida bo'shab qoladigan 20 gektar yer maydonida barpo etiladigan ekologik turistik zona hududini mazkur hududga tutash bo'lgan 110 gektarni qo'shish hisobiga jami 130 gektar yer maydonida amalga oshirish to'g'risidagi masalalar ham qizg'in muhokama qilindi. Yig'ilish davomida tegishli korxona tashkilot rahbarlarining hisobotlari, axborotlari eshitildi. Bu bo'yicha deputatlarimiz o'zlarini fikr mulohazalarini bildirdilar, takliflarini bildirib o'tdilar va albatta mana shu doimiy komissiyalarda ko'rilayotgan masalalar takomillashtirilib, xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi sessiyasiga taklif etilyapti. Bu ham bo'lsa, shu xalq farovonligini oshirishga, turmush tarzini yaxshilashga o'z hissasini qo'shadi. Reglament va deputatlik odob axloqi masalalar bo'yicha doimiy komissiya tomonidan eng namunali mahalliy kengash tanlovini tashkil etish to'g'risidagi masala ham batafsil ko'rildi. Ta'kidlanganidek, o'tkaziladigan tanlov mahalliy kengashlar faoliyatini takomillashtirishga, deputatlik mas'uliyatini yanada oshirishni ko'zda tutadi. Qizg'in munozaralar ruhida o'tgan bu galgi doimiy komissiyalarning navbatdagi yig'ilishi deputatlarning bevosita taklif va mulohazalarini inobatga olgan holda qarorlar qabul qilishga, huquqiy hujjatlarning ijrosini to'laqonli ta'minlashga xizmat qiladi.